Savdogar va jin. Kunlarning birida bir savdogar Sahrodan Alovuddinning sehrli chirog'ini topib oldi. "Tila tilagingni", dedi jin. "Sendan istagim shuki, vaqtni orqaga qaytarib bersang", so'radi savdogar. "Bundan senga nima naf? Sen yaxshisi mol-dunyo, zeb-u-zar, qasru koshonalar so'ra, bajo keltiray. Mening hamma narsam bor." Ammo ma'yuslandi savdogar. "Men uzoq yillardan beri savdogarlik bilan shug'ullanaman. Mol-dunyo deb hali u yurtda, hali bu yurtda bo'lib ota-onam xizmatini qila olmadim. Ularning didoriga to'ya olmadim. Savdogarlik qilib uzoq yurtlarda yurgan chog'im ular bu olamni tark etishdi. Ularni yo'qotgandan so'ng to'plangan mol-dunyoyim ham tatimay qoldi. Mening bor boyligimni ol. Faqat vaqtni orqaga qaytarib ber. Ota-onamni juda sog'indim. Ularsiz menga mol-dunyoning keragi yo'q. Ularning xizmatini qilay. Ularga yaxshi ko'rishimni aytay, duosini olay, xatolarimni to'g'rilay, iltimos sendan. Vaqtni orqaga qaytarib bersang." Nodon odam, xo'rsindi jin. "Agar vaqtni orqaga qaytarishni imkoni bo'lganda edi, men ming yillardan buyon kimdir ozod qilishini kutib, shu xumchada o'tirarmidim. Xulosa o'zingizdan. Ota-onangiz va yaqinlaringizning qadriga borida yeting. Keyingi pushaymon o'zingizga dushman bo'lib qolmasin."